Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizni AI Pro sun'iy intellekt kursimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bemalol ayta olaman, siz hayotingizdagi eng to'g'ri qarorlardan bittasini qabul qildingiz. Temur Avlod akademiyasiga qo'shilganingiz bu sizni to'g'ri yo'lda ekanligingizdan dalolat beradi deb bemalol ayta olaman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Meni ismim Nusratilla. O'sha siz Instagramda ko'rgan Nusratilla AI profilini yurg'izib keladigan va mana shu Temur Avlod akademiyasining asoschisi. Shu paytgacha 1300 dan ortiq onlayn o'quvchilar o'qitgan biza, offlayn ham dars berganmiz Buxoroda. Undan tashqari g'oyam bor Ecom Video AI kabi sun'iy intellekt dasturlarini ham asoschisiman. Va Startup Garage, Aloqa Ventures kabi kompaniyalarning rasmiy rezidentiman. Xo'p, men haqimda ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu videodan emas, Googledan men haqimda qidirishingizni so'rayman. O'sha yerda men haqimda batafsil ma'lumot topishingiz mumkin. Hamma portfoliyom o'sha yerda yozilgan. Xo'p, tayyor bo'lsangiz boshladik. Keling, men sizga konkretni ayta olaman. Mana shu darsning o'zida, men sun'iy intellekt kursining o'zida nimalar o'rganasiz. Birinchi navbatda siz nafaqat sun'iy intellekt nimaligini, undan qanday foydalanishni, hayotingizga sun'iy intellekt qanaqa yechim berishini, undan qanaqa qilib biznes qurishni va sun'iy intellekt orqali o'zingizni passiv daromad manbaingizni shakllantirishni men sizga o'rgataman. Xo'sh, A dan Z gacha bo'lgan sizda miyangizda tug'ilgan barcha savollarga mana shu darsning o'zida javob olishingiz uchun harakat qilaman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Umuman olganda bugungi video darsda biz nima haqida gaplashamiz? Xo'sh, birinchisi biz sun'iy intellekt o'zi nimaligi haqida gaplashamiz. Tam sun'iy intellekt qanday ishlaydi, uni qanaqa turlari bor. Xo'sh, ikkinchisi sun'iy intellekt bizning hayotimizga beradigan yechimi. Ya'ni sun'iy intellektni o'rganganimizdan keyin biz undan qanday foydalanamiz va bizani hayotimizga u qanaqa foyda beradi? Mana shu narsa haqida gaplashamiz. Undan tashqari Cloud, ChatGPT, Gemini, Higgsfield AI kabi qator mashhur sun'iy intellektlar bilan nima ish qilish mumkin? Misol uchun qanaqa biznes qurish mumkin, qanaqa daromad qilish mumkin? Umuman olganda sun'iy intellektdan to'g'ri foydalangan holatda o'zimizni bir passiv daromad manbaimizni shakllantirishgacha bo'lgan hamma narsani mana shu darsning o'zida tushuntirib berishga harakat qilaman. Umuman kursning maqsadi ham shunda. Ya'ni sizga o'sha sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni o'rgatish va u orqali sizga o'zingizni biznesingizni qurishni va undan daromad qilishni o'rgatish. Kursning maqsadi aslida shu. Xo'p, sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt bu sizga qanaqadir rasm yaratib beradigan yoki ChatGPTga kirib savol berganingizda sizga javob beradigan oddiy bu robot yoki instrument emas. Sun'iy intellekt bu juda ham keng tushuncha. Sun'iy intellekt tarixiga qarasak, bitta olim bo'lgan, ochiqni aytaman, ismini eslolmayman. O'sha olim, lekin o'sha olim o'rtada shunaqa savol tashlagan. Kompyuterlar fikrlay oladimi degan bitta savolni o'rtaga tashlagan. O'shandan keyin sun'iy intellekt degan tushuncha paydo bo'lgan. AI, Artificial Intelligence deb sekin-sekin o'sha paytdan boshlab aytilishi boshlagan. Keyin birinchi qo'llanilishi amaliyotda sun'iy intellekt qo'llanilishi o'sha urush, Ikkinchi jahon urushidan keyin dushmanni o'sha shagi bo'ladi-yu, qadami. O'shani bosgan payt dushmanning qadamini aniqlash uchun foydalanilgan bitta shunaqa instrumentdan. O'sha payt ham u narsa sun'iy intellekt bilan ishlagan. Endi hozirgidek rivojlanib ketmagan bo'lsa ham o'sha payt o'sha evolyutsiyasi endi boshlayotgan davri o'sha vaqtga borib taqaladi. Endi yillarni aniq eslolmayman, xato qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin konkret istoriyasi mana shunaqa bo'lgan sun'iy intellekt. Va o'shandan keyin sekin-sekin Microsoft, misol uchun Bill Gateslar yoki Google, o'sha Larry Page, Elon Musklar o'sha o'zini o'sha mafiya, PayPal mafiya degan komandasida o'sha sun'iy intellektlarni ishga tushirgan. Misol uchun ChatGPTdan oldin ham mana Google, Microsoftlarning o'zining sun'iy intellekti bo'lgan. Oddiygina-da. Xo'sh, sun'iy intellekt o'zi oldindan bo'lgan bizning hayotimizda. Faqat biz buni payqamaganmiz, bizga bu narsa sun'iy intellekt deb tushuntirilmagan. Xullas kalom qilib aytganda, sun'iy intellekt bu juda ham keng tushuncha. Lekin bizga keragi, biz o'rganishimiz va bizga foyda beradigan narsalarni tushuntiraman. Keling undan ko'ra sun'iy intellektdan biz qanaqa foydalansak, bizning hayotimizga qanaqa yechim berish haqida gaplashamiz. Misol uchun ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, O'zbekistonning o'zida ham qancha yosh-yosh o'sha dollarviy millionerlar paydo bo'lyapti. Shu bu sun'iy intellekt bilan o'zining programmasini, o'zining kompaniyasini, o'zining startapini yaratib, masalan, O'zbekistonda taqdimot degan ko'rsatuv bu. Mana shunaqa ko'rsatuvlarga chiqib, katta-katta investitsiyalarni olyapti, o'zini
deylik muvaffaqiyatlarini oddiy mana shu sun'iy intellekt bilan quryapti. Va bunaqa misollar O'zbekistonda kam bo'lishi mumkin, lekin borgan sari butun dunyoda bu narsa ommalashib ketyapti. Hattoki o'sha adashmasam sun'iy intellektdan foydalanib e, millioner bo'lgan, dollarda millioner bo'lgan 18-25 yoshgacha bo'lgan yoshlar mingdan oshiq oxirgi 2 yilning ichida mingdan oshgan. Balki undan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Faqat bizning aybimiz shundaki, siz bilan men faqat bu narsadan faqat video generatsiya qilishdan yoki kirib prompt bilan qanaqadir rasm yaratish bilan cheklanib qolamiz. Va bu narsa xato. Sun'iy intellektdan shunaqa foydalanish kerakki, uni biza shunaqa bir sistemaga aylantirishimiz kerakki, u bizga hattoki o'sha nima deydi, biza ishlamayotgan vaqtimizda ham, biza boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan paytda ham u sistema bizga pul aylantirib olib kelib turishi kerak. Masalan, bitta loyiha bor O'zbekistonda. Xo'sh, bolalar shunaqa sun'iy intellekt qildi. Karmon AI degan, ya'ni moliyaviy hisobotlarni qilib beradi. O'sha sun'iy intellekt oyiga $30,000 pul оборот qiladi. Ya'ni o'sha Excel, mana shunaqa moliyaviy hisobotlarni Excelda tahlil qilib, короче, buxgalterlar va biznesmenlar uchun shunaqa programma taxlangan. Любой odam kirib foydalansa ham bo'ladi. Xullas, mana shunaqa sun'iy intellekt bilan qilingan dasturlar hozir juda ham ko'paydi O'zbekistonda o'zida ham. Masalan, ingliz tilini IELTS'ni o'rgatadigan bolalar nimadirlar qilib tashlayapti-da. Masalan, sun'iy intellekt bilan deylik qanaqadir IELTS ingliz tilini o'rgatadigan saytlar qilib, misol uchun uni deylik ko'plab insonlarga sotyapti. Masalan, 100,000, 200,000 so'mga podpiska qilib sotyapti. Oddiygina shu programma. Deylik, masalan, sun'iy intellekt bilan nechidir kunda taxib bo'lgan. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Xo'p, keling keyingi savol haqida gaplashamiz. Ya'ni sun'iy intellekt o'zi qanaqa ishlaydi? Xo'sh, sun'iy intellekt o'zi bizada 3 ta bosqichda ishlaydi. Ya'ni birinchisi input deyiladi. Ya'ni siz savol berganingiz, masalan, ChatGPTga kirib oddiygina savol bersangiz, o'sha savol bergan narsangiz input deyiladi. Ya'ni siz kiritgan savol. Ikkinchisi razrabotka qiladi o'sha savolni. Ya'ni ChatGPT o'zini deylik miyasida o'sha savolni tahlil qiladi. Bu ikkinchi bosqich. Ya'ni o'shani o'ylaydi, hazm qiladi. Va uchinchi bosqichda esa o'ziga biriktirilgan Google'dagi va boshqa saytlardagi resurslardan foydalangan holatda siz savolingizga javob qidiradi manbalardan. Va bu data analitika deyiladi va bu uchinchi bosqichda amalga oshadi. Sun'iy intellekt ishlashini tushuntiryapman sizga. Ya'ni biza ko'rmaydigan narsalar bular. Va ma'lumot to'plagandan keyin 4-bosqichda o'sha siz savol bergan promptga ChatGPT ma'lumotlarni to'plab sizga qayta ishlaydi. Ya'ni deylik, siz misol uchun O'zbekiston aholisi haqida, O'zbekiston aholisi necha million deb so'rasangiz, birinchi uni o'ylaydi, hazm qiladi, tushunadi birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda uni internetdan topadi ma'lumotlarni va uchinchi bosqichda siz savolingizga javobni razrabotka qilib qayta tayyorlaydi, qayta ishlaydi. Mana shu основной 3 ta bosqichda amalga oshadi. Ya'ni sun'iy intellekt ishlash jarayoni orqa pardadan shunaqa ko'rinadi. Endi bunga chuqur kirish shart emas. Sun'iy intellekt ishlash jarayonini qisqa qilib aytganda shunaqa amalga oshadi. Keyingi savol haqida gaplashamiz. Sun'iy intellektning qanaqa turlari bor? Sun'iy intellektning turlari unaqa ko'p emas. Ya'ni sun'iy intellekt sohalari, unaqa tarmoqlari unaqa juda ham murakkab emas. Qisqa qilib tushunsak bo'ladi. Birinchi turi bu narrow AI deyiladi, ya'ni tor AI. Faqat ma'lum bir ishni qila oladigan, ma'lum bir vazifani bajara oladigan. Misol uchun, deylik, siz Kling AI degan sun'iy intellektga kirib faqat video generatsiya qilishingiz mumkin yoki Midjourneyga kirib faqat rasm generatsiya qilishingiz mumkin. Nana Bananaga kirib siz rasm generatsiya qilishingiz mumkin masalan. Bular ma'lum bir vazifani bajaradi. Ular shunga ixtisoslashgan. Bu narrow AI deyiladi. Narrow degani o'zi tor degani, ya'ni bu tor ishlarni qiladi. Tor miqyosda ishlarni qiladi. Ikkinchi bo'limi bor. Bu narsa general AI deyiladi. Ya'ni u ChatGPT, Cloudga o'xshagan sun'iy intellektlarga misol bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, siz u bilan rasm ham yarata olasiz, savolingizga javob topasiz, sizga prezentatsiya ham qilib bera oladi. Deylik, misol uchun qanaqadir plan qilib berishi mumkin, video yasab berishi mumkin, sayt qilib berishi mumkin, kod yozishi mumkin va hokazo umumiy
tasklarni, umumiy zadachalarni sizga qilib bera oladi. Mana shunga misol qilib Cloudni, GPT'larni misol qilib olsak bo'ladi. Ya'ni ikkita основной turi bor. Birinchisi Narrow AI, ikkinchisi General AI. Tushunishimiz uchun AI mana shunaqa o'zini turlarga bo'linadi va bizlar uchun keragi hozircha shu. Ana endi hamma kutgan savol, qanaqa qilib biza o'sha AI dan pul topishimiz mumkin? Bu savolni ko'pchilik beradi menga. Deyarli har kuni 2-3 marta eshitaman bu savolni. Qanaqa qilib pul topiladi bu narsa? Masalan, oddiy misol, AI dan video yasashni o'rganib olgan shogirdlarim bor. Misol uchun xizmat ko'rsatadi, deylik, biznesmenlarga, mana shunaqa tadbirkorlarga o'zini video yasab berish xizmatlarini qilib beradi. Masalan, sun'iy intellekt bilan 50 ming so'mga bitta video yasab beradi yoki deylik, uni murakkabligiga qarab narxi ko'tarilib boraveradi. O'sha siz Instagramda ko'radigan trend AI videolar bor-ku, o'shanaqa video yasab berish xizmatini ko'rsatadi. Instagramdan, Telegramdan mijozlar topadi. Va bu ham bitta xizmat ko'rsatish turi. Bundan ham bitta daromad qilyapti. Masalan, Xurshid degan shogirdim bor, samarqandlik. Har oy konkretni 10 ta 15 ta videoga zakaz oladi. Ya'ni har bitta biznesmendan hozircha 3 ta proyekti bor, 3 ta biznesmen bilan ishlaydi. Har biridan 10 ta 15 ta video oladi o'rtachada. Kamiga 300-400 dollar har oy daromad qiladi degani. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Yoki masalan Shohjahon degan shogirdim bor, saytlar yasab daromad qiladi. Ya'ni biznesmenlarga bozor narxidan 300-400 dollar arzonga sun'iy intellekt bilan sayt qilib beradi yoki programma, mobilniy приложение qilib beradi va o'shani deylik, misol uchun 500 ming dollarga sotadi. Misol uchun bozorda deylik 2000 dollar bo'lsa bitta programma qilish, o'shani deylik 800 ming dollarga qarab sotadi. Ya'ni sun'iy intellekt bilan bu juda ham tez va juda ham arzon amalga oshgani hisobiga bolalar shunaqa o'zi uchun shunaqa bitta daromad manbaini shakllantirib bo'lgan. Aynan AI ni bilgani uchun mana shunaqa yo'l bilan pul topyapti. Ya'ni bu xizmat ko'rsatish turi. Ya'ni birinchi turni biza xizmat ko'rsatish deb atasak bo'ladi. Ya'ni servis sotish. Xo'sh, ikkinchi turi bor. AI orqali biz o'zimizni kompaniyamizni, o'zimiz startapimizni qurishimiz mumkin. Misol uchun bunga misol IELTS.gg degan bitta sayt bor. IELTS Geek degan sayt bor. O'zbeklar qilgan, toshkentlik bolalar qilgan. U sayt IELTS ni o'rgatadi. IELTS ga tayyorlaydi. Speaking, listening, bu narsani o'rgansangiz bo'ladi, yo'qda ingliz tili temasida. Xullas kalom qilib aytganda, sun'iy intellekt bilan o'sha saytni ular qilgan. Kirib ko'rsangizlar IELTS.gg saytiga, adashmasam eng arzon obunasi 175 ming so'm, shunaqa. 3 oylik obunasi, 1 oylik obunasi. Xullas, ular hozirgi kunda adashmasam 10 mingdan ortiq real obunachisi bor, ya'ni pul to'layotgan. Bunaqa misollar juda ham ko'p. O'zini startapini, o'zini programmasini yaratib, sun'iy intellekt bilan daromad qilayotganlar. Va qator misollarni aytishim mumkin sun'iy intellekt bilan daromad qilishni, lekin men realniy o'sha o'zimda va shogirdlarimda sinagan misollarni emas, konkretni aytdim. Misol uchun, birinchisi bu servis sotish bo'lsa, xizmat ko'rsatish bo'lsa, ikkinchisi bu o'zingizning qanaqadir bir sayt, приложениеңizni yaratib, o'sha o'zini passiv daromad shakllantirishingiz mumkin. Xo'sh, sun'iy intellekt sohasi haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsangiz, videoni ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Dars foydali bo'lgan bo'lsa, izohda fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi darslarimizda xudo xolasa mana shu sanab o'tgan narsalarimizni amaliyotda qanaqa qilishni o'rganamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.